Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Samsung S21 haqida gaplashamiz. Ya'ni obunachilarimizdan biri mana shu smartfon ham texno tahlilini qilib chiqing degan ekan. Shuning uchun biz texno tahlilni boshladik. Undan oldin esa videoga bitta like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'sh, smartfonimizni texnik xususiyatlariga o'tadigan bo'lsak, tashqi ko'rinishi o'sha paytdagi yangi dizaynni boshlab bergan desak ham bo'ladi. Chunki tashqi ko'rinishidagi ekranlari tekis qo'yilgan. Bundan oldingi S20 modelida eslasangiz, ekrani qayrilgan ekran qo'yilgan edi. Ya'ni Samsung o'zining stili. O'sha stildan voz kechib S21 ga mana shunaqangi iPhone'dagidek tekis ekran qo'yib qo'yishgan. Orqasi albatta shishadan emas, plastikdan ekan. O'sha paytdan boshlab eslasangiz, avvallari S20 da korobkalari qalin bo'lib chiqardi. Ya'ni ichida zaryadniy устройствоsi ham bo'lardi. S21 dan boshlab esa bu ham iPhone kasali qo'zib bularda. S21 da ham slim korobka, ya'ni mana bunaqa korobka qilib chiqarishni boshlashdi. Faqat kabelni o'zini solib qo'yishdi va bitta ikkita dokumentlarni qo'yib qo'yishni o'rganishdi. Samsungdagilar ham xuddi Apple'dagilarga o'xshab. Ya'ni 2021-yil bo'layotgan bo'lsa, o'sha payt 2020-yil iPhone, ya'ni Apple bu trendni boshlab bergan edi. Kamera dizaynlari albatta S20 dan ancha ajralib turibdi. O'sha hozirgi S25 gacha kelgan kamera dizayni ham mana shu S21 birinchilardan bo'lib boshlab bergan. Orqa kameralari 3 ta albatta, bilib turganingizdek, asosiy kamera 64 megapiksel va qolgan ikkita ultra keng va optik zoom kameralari 12 megapikselni tashkil qiladi. Old kamerasi esa 10 megapikselni tashkil qiladi. Foto rejimida 30x gacha yaqinlashtirishingiz mumkin ekan va video rejimida esa 15x gacha yaqinlashtirishingiz mumkin ekan. Bu smartfonimizda 8K ham qo'llab-quvvatlaydi, lekin o'sha Samsungda mana shu narsasi yoqmaydi. Ya'ni 8K bir tenga qimmat narsa. Undan ko'ra Full HD formatda olganingiz ma'qul videoni. U 8K prosta marketing usuli Samsungning. Displey esa o'sha 6.2 dyuymli AMOLED displey 120 Hz da ishlaydigan. Xotirasi 8 GB RAM bo'lib chiqqan, ya'ni bundan oldingi S20 da eslasangiz 8 GB va 12 GB versiyalari bor edi. Mana shu S21 dan boshlab 12 GB da chopib tashlashgan, ya'ni 12 GB da olib tashlashgan va 8 GB RAM ni bosib chiqarishyapti hozirgacha. Va siz bu smartfonni bozordan 128, 256 versiyalarini bemalol topishingiz mumkin. Batareykasiga to'xtaladigan bo'lsak, 25 vattda siz bu smartfonni 4000 mAh batareykani bemalol to'ldirishingiz mumkin. Ya'ni batareya sig'imi 4000 mAh soat batareyka qo'yilgan. Bu smartfonimiz o'zi nomidan ham bilinib turibdi, ya'ni S21, Samsung Galaxy S21 va 2021-yilda bu smartfonimiz taqdim qilingan. Koreya va AQSh uchun alohida Snapdragon 888 protsessori bilan chiqqan. Global versiyasida Samsungning o'zining protsessori Exynos 2100 protsessori qo'yilgan ekan. Albatta o'zining vaqtining eng zo'r protsessorlaridan biri. Smartfonlarimizni plus tomoniga o'tadigan bo'lsak, albatta boya aytib o'tganimdek 5G texnologiyasi, IP68 protsessorlari o'sha o'zining davridagi eng zo'r o'yin grafikalarini ko'tarib beradigan Snapdragon Exynos protsessorlari albatta. Minusiga keladigan bo'lsak, ya'ni 12 GB RAM ni olib tashlashgan, 8 GB RAM qo'yib qo'yishgan. Keyin minusi, yana bitta minuslardan biri, bu smartfon chiqqaniga 4 yil bo'layotgan bo'lsa, 4-yil ketyapti, batareyka charchash ehtimoli bor. Shuning uchun siz batareykani original servislardan almashtirib olsangiz bo'ladi. Va menga eng yoqmagan tomoni bu plastik ekan, orqasi unaqa shisha qo'yilmagan ekan. Plastik bo'lganligi uchun bu arzon smartfonga o'xshab qolgan. Misol uchun qo'lingizda ushlagan paytingiz shunaqa his qilasiz. Xo'sh, o'zi bu smartfonni kim sotib olish kerak? Bu smartfonni o'rtacha darajadagi flagman smartfon qidirayotgan bo'lsangiz, mana shu smartfon siz uchun muntazir. Narxi esa $200-250 ni tashkil qilar ekan. Agar menda shuncha pul bo'ladigan bo'lsa, o'sha $260-270 ga S22 ni o'zini sotib olgan bo'lardim. Chunki sal yangicharoq dizayn yoqadi. Shuning hisobiga. Lekin uncha katta farqi yo'q S22 dan. Mana shu joylari bor. Batareykasi chidashingizga to'g'ri kelib qoladi. Chunki o'zi ko'p Android, iPhone smartfonlar hammasi 2-3 yildan keyin batareyka muammosiga duch keladi. Ya'ni batareyka o'zi charchab qolgan bo'ladi. Shuning uchun bitta power bank olasiz yaxshigina, ikkita yo bitta. Keyin bu albatta MagSafe yo'q, lekin besprovodniy, ya'ni simsiz zaryadlash texnologiyasi bor. Bemalol zaryad ola oladi o'zi 15 vattda adashmasam. Keyin batareyka almashtirsangiz bo'ladi. Original batareykani yaxshi servislarda almashtirsangiz bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bu texno tahlilida keyingi videolarning haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.